Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz yurtdoshlar. Bugungi sotuvdan uyimiz Urganch tumani G'alab qishlog'ida 5-kilometrda MMS zapravkani yonida bo'ladi. Bir qavatli yurtlarning hovli joy 530 kvadrat metrda joylashgan. Narx-navosi zo'r chiqib turibdi. 460 million so'm deb aytilib turibdi. Ikkilamchi kredit asosidan beriladi bank orqali. Oldindan 200 million so'm pulini to'lasangizda, qolganini bo'lib banka bilan kelishib ishlanaveradi. Shavatni bo'yina yaqin, Shavat yo'lidan girib borsangizlar, g'deda 800 metrlar girgandan keyin shu yerda joylashgan. Zo'r lokatsiyada ajoyib bir hovli joy. Kimga qiziqli bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon nomerlarini qoldiramiz. Bemalol telefonlashib, gelib ko'rib savdosini qilib olaverasizlar, xudo xolasa. Kimga shunday uylar qiziq bo'lsa, bemalol bizga murojaat etaveringlar. Uy olishda, sotishda qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz, xudo xolasa. So'nggi roliklarda görüşguncha sog' omon bo'linglar.